man to'g'ri ovqatlanaman, shakarni olib tashlaganman, 100% deb aytolmayman-ku, bir kunda bir marta kofe bilan ichaman. Yoshim 61da, uy ishlariga qarashaman, lekin tiniqib uxlamayman. Muammo shunda. Magniy ichishni boshladim, lekin yomon ta'siri bor deb o'qigach to'xtatdim, deydi. Odamlarni qachon uyqusi yaxshi bo'lmaydi? Qachonki har kunlik hayotidagi bo'layotgan har xil voqealarga nisbatan odamni noto'g'ri munosabatidan, ya'ni bo'lgan voqealarga xavotir bilan qaraydi, vahima bilan qaraydi yoki yechimi yo'qday qaraydi. Bu xuddi nima deydi, jazo emasu, qandaydir boshga tushgan baloday qaraladi. Ya'ni hayotimizda bo'layotgan narsaga nisbatan biz noto'g'ri munosabatda bo'lsak, odam siqilib, stressga tushib, kechalari shuni o'ylab uxlay olmaydi. Shunga nisbatan, hayotida bo'layotgan voqealarga nisbatan agar shu inson munosabatini o'zgartirsa, yosh go'dakday qotib uxlaydigan bo'ladi. Buni qayerda o'rganish mumkin deysizmi? Bizni darslarda telefon nomerlari bo'ladi. Shunga bemalol telefon qilib, ana shu darslarga kelishingiz mumkin.